Yo, assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Ubercross. Bu Survival'da ikkinchi qismi. Birinchi qismi esa kanalda. Go. Va bitta o'yinchi bor. U Mona qaytadimi bilmayman. Menimcha o'sha tomondan yaxshi. Endi men birinchi qismda yo'q bo'lgan narsalarni ko'rsataman sizlarga. Birinchi qismda mana bu molxona yo'q edi. Mana shakar qamish yo'q edi. Mana polizm o'shanisi yo'q edi. Shular yo'q edi. Men o'zim maytga qo'ydim. Zo'rog'iga narsani yasadimmi? Nima bo'ladi? Mana nima desam bo'ladi sizlarga. Qanday bo'ladi? Kichkinagina daraxtga o'xshab ko'rinyaptimi? Mana yo'rog'idan qarash kerak bunga. Uning uchun bunday qarasak o'xshashi mumkin. Bu uyda kichkinagina ekan, o'ziniki qilib oldim. Bitta pechkalar, versak, bed bor, yotoq. Mana bu yoqdagi hozir mana daraxt bilan mana ularda yoqda jungle bor ekan. O'sha yoqdan borib olib kelib men shu yerga bezatdim. Bu yerda sandiqlar bor. Har xil narsalarim bor ichida. Ichiga shunaqa narsalar solib qo'yish kerak. Bir daqiqa. Ularni ko'paytiramiz. Mona chiqib ketgan ekan shekilli. Qo'shildi u. Keyinlar mana olingan. Mana yemaydi. Mana Bayağı kaçımda olmadım mı? Yok. Esden çıktım. Hepsini yine polisler var. Nerede kaçın alıp? Yo, hepsini bo'lgan bo'lsa like basinglar. Gördüm. Har qo'ygan yo'qmi yashinishni qaranglar. Asta sekin bir bum qilsam bo'ladi. Hali yana ko'payaversin deymanda. Shuytib asta sekinlik bilan kuchayamiz. Shu aniqdagilar o'sga bularni qishloqlar bilmaydi. Deyarli bu qishloqda yo'q. O'rniga ekib qo'yish kerak, keyin o'sadi o'zlari. Daraxt turib. Shuytib asta sekinlik bilan bularni uxlatsa ham bo'ladi, shuytib. Sizlarga yana bitta narsani aytmoqman. Mana yerda katta g'or bor ekan. G'or desa ham bo'ladi, uncha katta emas. Bitta portal qurdik, maytda lava bilan maytda o'rtasidan ko'p lava olgani uchun
Men glavani qo'yib turib, aytda suv qo'yib turib, shuytib portal qurdim. Shuytib portal qurib tashladim o'zim epishni qilib. Bu endi epishni bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Men uchun endi unaqa avval qurmaganman, prosta obsidian kovlab, lavani ustiga suv qo'yib, obsidian kovlab shuytib qurganman men. Unaqa qurish birinchi marta meniki. Narxda ham bitta shunaqa mana poliz bor edi. Yo'q. Monani ko'rsatmabman sizlarga. Xo'sh, mona qaysi yuzaydi o'ylab olamiz. Xo'sh, mona qaysi? Water drop. Yo, water drop yoqim bo'lsa water drop'larim bosinglar. Like bosmasalaring like bosinglar. Bosgan bo'lsalaring ham bosinglar. Like yaxshi narsa. Qarasam Mona AFK ekan va men bu yerdan ketdim. Yo-mayo. Uchimanlar tez ishyapti bular. Bizga muf ferma kerak. Muf fermani qayerdan qursak bo'ladi? Muf fermani mana shu yerlardan qursak bo'lar ekan. Unga daraxt kerak. Daraxt esa o'sha tomondan olamiz. Qani go. 5 minut ketdi. Yo, azizlar. Ana taxta ham cho'p keldik. Uni sizlarga ko'rsataman. Judayam ko'p taxta chopdim. Endi esa asta-sekinlik bilan qurishni boshlaymiz. Shuytib ko'taramiz. 1 2 3 taxsam. Qani go. Yo, azizlar, mana bu ferma tugadi. Mana bu yerdan tushib uni o'ldirsak bo'ladi. Ular tepada spam bo'ladi, uning pastga tushadi. Pastdan keyin biz o'ldiramiz. Shunday qilib tezroq spam bo'lsa zo'r ish bo'ladi. Ayniqsa aslahalilari. Skeletlarni ko'plari aslahali bo'lib spam bo'lishi mumkin. Yo, azizlar, hamdir tayyor. Bu survivalning ikkinchi qismi edi. Uchinchi qismi chiqishi uchun like va obunani ayamanglar. Video yoqqan bo'lsa obuna ham bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada kutaman sizlarni. Da bo'pti.